Assalomu alaykum. Qalasizlar, yaxshimisizlar? Tuzingizlar, hollar yaxshimi? Xullas, bugungi mavzu uyni уборка qilish. Ya'ni bugun mazza qilib uyni уборка qildim. To'g'risi, menga uyni уборка qilish, tozalash juda ham yoqadi. Shuning uchun mazza qildim, to'g'risi. Ayniqsa ko'rpa-to'shlar yig'ayotgan payt bo'ru, boshqachada mazza qilib yig'asiz. Undan keyin oynaning oldini tozalash bo'ru mazza. Shu payt chanqab ketib suvim ichib oldim. Xullas, hammani artib, tozalab, chiroyli qilib chiqdim. Tog'oralargacha olib qo'ydim. Xamir to'g'ramiz. Xullas, undan keyin hamma yoqni tozalab bo'lgandan keyin shatir hamma yoqni bir boshdan supurib chiqdim. Chiroyli qilib gitaralarni ham bir joyga qo'yib, chiroyli qilib tozalab, paket nima qilyapti bu yerda? Xullas, birin-ketin hamma yoqni tozaladim. Sizlar bir haftada necha marta uylarni уборка qilasizlar? Necha marta sizlardagi ham mana shunaqa bo'lib to'zib ketadi? Masalan, men bir haftada 2 marta уборка qilaman. Sizlar necha marta qilasizlar? Yozib ketinglar. Endi esa hamma musorlarni qo'lim bilan yig'ishtirib olib, musorxonaga borib tashlab kelsam bo'ldi. Tamom. Xullas, bugungi уборкamiz tugadi. Xullas, uyimiz toza bo'ldi. Mayli, xayr, salomat bo'linglar.